Hozir sizlarga Fonix materialdan qanday tayyorlashni ko'rsatdim. Endi 3D printerdan chiqadigan materialni qanday qilish kerakligini ko'rsataman. Birinchi o'rinda, birinchi boshda aytganimdek, maketini yasab olasizlar. Maket juda muhim. Mana masalan, mana shuni chiqarishga bir kun atrofida vaqtimiz ketdi. Buni tayyorlashga ham ancha vaqt ketgan. Salkam 2 kunlik mehnat ketganda, lekin hozir bu deyarli yaroqsiz bo'lib turibdi. Bitta yo'li bor, mana bu yog'ini teshib, endi balon chiqaradigan qilishimiz kerak. Nima uchun bu? Sabab birinchi xatolik. O'zi mana buni razmeri 20 bo'lib turibdi. Bizga 20 bo'lish kerak. Mana 19,5 bo'lib turibdi-da. Endi qaranglar. Motorda o'rtasiga mana bu joylashtiradigan bo'lsak, balon mana bunda joylashishi kerak. Va biz balon bilan qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, endi bu qanchaga bo'lyapti? 22, 21 dan ziyod bo'lib ketdi. 21,5. Salkam 1,5 sm bo'lyapti. Buni evaziga endi motor balonni mana bundan ichkariga tortishimiz kerak. Lekin ichkariga tortamiz desak, mana balonni teshigi tushadigan joyda teshigimiz yo'q. Ko'rasizlar? Shu qilayotgan xatolardan xulosa olgan holatda tayyorlash kerak. Buni Tinkercad'da tayyorlagan. Tinkercad'da tayyorlaysizlar, STL faylda bizga beradigan bo'lsalar chiqarib beramiz. Va tayyorlayotganlaringizni mana shu narsani hisobga olinglar. Agar bular mana bunday ko'rinishda qog'ozda taxlagan edi avval, buni boshqa jamoa taxlagan, buni kichkina o'quvchilarimiz taxlagan, buni katta o'quvchilarimiz taxlagan. Ular ham qog'oz variantda qilganida edi. Mana shu xatoliklar bilan birgalikda o'lchab hisob-kitobini olgan bo'ladi. Hozir mana buniki hop uzunasiga 15 sm bo'lgan. Biz bemalol yana bitta balonni qo'ysak ham, bitta balonni ortiqchasi bilan chiqarib qo'ygan taxlanimizda 20 sm bo'lyapti-da. O'sha narsalar bilan biz hisobga olganmiz. Ya'ni balon ozroq chiqsa ham, yog'i razmeri bizga bemalol 20 sm ichida bo'ladi. Qaranglar, bu ostki qismi bo'ladigan bo'lsa, motor mana bunda joylashadi-da. Mana shunday joylashgan taqdirda ham shuncha chiqib tursa ham bizda bemalol yana nechta 3 sm ortiqcha joyimiz bor-da, misol tariqasida. Buni evaziga biz oldini yana ham uzunroq qilib, mana bu qismini hali Fonixdan yasalaydiganiga temir material qo'yamiz. Uni yana ham uchliroq qilib chiqarib, mana buni yana ham mustahkamroq narsa yasasak bo'ladi. 3D printerdan chiqqaniga nisbatan. 3D printerdan chiqarayotganlaringizda shu narsalarni e'tiborga olinglar. Keyin material jihatidan. Mana buni qalinligi, bizda kesilgan biror variant bormi? Qalinroq bo'lgan, hop. Mana buniki 8 mm, salkam 1 sm da. Mana buni qalinligi. Endi buni qalinligini ko'rsatamiz. Eng qalin joyi buniki 0,5 sm. Va bitta narsani bilinglarki, mana bu qalin bo'lgani bilan shu qalinligidagi yelim emas bu. Faqatgina chetida yuza bor, bu chetidan yuza bor. Ichi shunchaki bo'sh narsalar bilan to'ldirib chiqilgan. Deyarli ko'kak. Xuddi mana bunga o'xshash mana bu narsa bilan ichi to'ldirib chiqilgan. Ya'ni ichi bo'sh mana bu. 0,5 sm bo'lgani bilan ichi bo'sh narsa. Hozir buni endi sindira olmaymiz, agar sindirganimizda ko'rsatardim. Mana bu orasi bo'sh-bo'shda. Yana bu mustahkamlik degan masalasi bor. 3D printerda qilganlaringizdan keyin ustini tunuka yoki biror narsa bilan yana ham ishlov berib mustahkamroq qilmasalaringiz robosomoda katta zarb bilan urganda sindirib yuborishi hech gap emas. Shu narsalarni ham hisobga olishni unutmanglar. Fonix material ichi to'ldirilgan va mana buniki yarim bo'ladigan bo'lsa, 4 mm qilingan bo'lsa, mana bundan 2 barobar qalin bu Fonix material. O'shanga qarab qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa o'zlaringizga Fonix material bunda. Buni yaxshi tarafi tayyor chiqadi. Hech qayerni klaylamaysiz, ortiqcha yasamaysiz. Mana bunda yaxshi taraf mustahkam bo'lgani bilan mana bu narsalarni ustiga qo'yib, super klaylab yoki Akfix kley bor, hamma biladi. Akfix kleylab hammasini qo'ldan qotirib yasab chiqish kerak bo'ladi. Ustma-ust qotirib chiqish kerak bo'ladi. 3D printerdan chiqqanning yaxshi tarafida esa bu tayyor holatda mana bunday bitta komplekt sifatida chiqadi. Vaziyatga qarab qaysi bir qulay bo'ladigan bo'lsa tayyorlaysizlar. 3D printer uchun Tinkercad'dan material taxlaysizlar.